9-chi yilda yapti. Amir Temurmi? Ana shu 9ni ham qo'yish kerak bo'ladi. 9-fevralda tug'ilgan. Ha, bo'ldi. Qani, yana bitta oson yo'lini qo'ydim sizga. Hop. Topish uchun masalan, Qayerda savolim bor? mana Aprelda tug'ilgan. aytdim. Amir Temur nechanchi yil tug'ilgan? O'zi 36-yil. Ana endi qaysi sanada tug'ilgansiz? Mana 9-aprelda. Nechta farzandi bo'lgan bo'lsa, demak bu yerda 6 ni topasiz. Mana Amir Temur davlatni necha yil boshqargan? Siz mana 35 yil chiqadi. Amir Temur nechanchi yil vafot etgan desiz? Amir Temur 1530 mi? Yo'q. 1530da Bobur vafot etdi. Savollarga qarab, endi qaysi sanada bo'lsa 18 midi 3 midi? Ha, Amir Temur 18 yoki 3. Ikkovidan bittasi. Uchinchi qaysi sanada bo'lgan? Mana demak bu yerda orqasiga savollarga qarab. Demak siz agar bilganingizda shunday olib turib, orqasiga qarab qilib ketaverasiz. Chunki yozilgan anaqalarni. Bo'ldi. Shunda chiroyli qilasiz. Endi buni bitta inson o'zida birinchi har anaqadan qilib olib turib, keyin o'sha aralashtirib turib qilsangiz ham bo'ladi. Buni yana bittasi qolib ketdi. Bunda ko'payib ketdi. Ana shu tug'ilgan sanasi bo'ladi. Tug'ilgan Demak, mana shu insonlar haqidagi eng muhim sanalar. Endi gapirib beradigan bo'lsak, qarang. Buyuk sarkardamiz Amir Temur 1336-yil 9-aprelda tug'ilgan. Uning 6 ta farzandi bo'lib, u davlatni 35 yil boshqardi. U 1905-yil 3-sanada vafot etdi deb oddiy gapirib beriladi. Oldin bu sanani berib oladi. Demak, bu esa xuddi boyagi start o'yinimizni yana boshqa usullarda qo'llash ko'rinishi.